Roddomga tug'ishga borganingizda eng kerakli bo'ladigan narsalarni men sizlarga sanab o'taman. Chunki ko'p homiladorlik keladi, roddom sumka bilan ichida keraksiz narsalar ko'p bo'ladi. Shuning uchun eng keraklilarni sanab o'taman. Birinchi navbatda hujjatlaringizni tayyorlab qo'yinglar. O'zingizni pasportingiz, xo'jayiningizlarning pasportlari, ZAGS haqida guvohnoma hamda обменная karta. Ikkinchisi, tug'adigan ayol uchun kerakli bo'ladigan narsalar. Birinchi, pijamingizni, o'zingizni личный гигиенический прокладкalaringizni, zubnoy щетка, zubnoy pasta, полотенце, постельное bелье и тапочка olish esingizdan chiqmasin. Bola uchun kerakli bo'ladigan narsalarda termometr kerak bo'ladi, влажный salfetka kerak bo'ladi, сорочка kerak bo'ladi, обязательно подгузник kerak bo'ladi, shapochka kerak bo'ladi. Shu narsalarni olish esingizdan chiqmasin. Eng kerakli narsalar shular. Qolgan narsalar уже ikkilamchi. To'liq spiskani kommentariyaga 2 raqamini yuborsanglar, men sizlarga yuboraman.